Agar yer to'xtab qolsa nima bo'ladi? Tasavvur qiling, yer hozir aynan hozirgi shu paytda to'xtab qoldi. Siz esa 1600 km/soat tezlikda oldinga uchib ketasiz. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Yer juda ham tez aylanadi. Ekvatorda soatiga taxminan 1670 km. Biz buni sezmaymiz. Chunki hamma narsa birga harakat qiladi. Ammo yer to'xtasa, siz to'xtamaysiz. Agar yer to'xtasa, nimalar yuzaga keladi? Agarda yer birdan to'xtasa, binolar, mashinalar, odamlar hammasi harakatda davom etadi. Natijada hamma narsa vayron bo'ladi. Yer to'xtasa, okeanlarga nima bo'ladi? Yer to'xtasa, hattoki okeanlar ham to'xtaydi. Suv quruqlikka yopiriladi. Gigant tsunami butun qit'alarni yuvib ketishi mumkin. Havoga qanday ta'siri bor? Havo ham harakatda davom etadi. Bu esa butun yer bo'ylab super bo'ronlar degani. Shamol tezligi samolyot tezligidan ham yuqori bo'lishi mumkin. Qiziq fakt. Qiziq tomoni, agar yer asta-sekin to'xtasa, insoniyat omon qolishi mumkin. Lekin hayot butunlay o'zgaradi. Odamlar faqat o'rtacha zonada, issiq ham, sovuq ham bo'lmagan hududda yashaydi. Siz Marsga o'tishni xohlaysizmi yoki yerda qolishni? Fikringizni yozing.